Bu endi bir kunda bir mahal ovqatlanishi chek. Qanaqa chiziq tushdi mana etimga? Trakchilar uchun spesial bunaqa zapravочный stansiyalar qurilgan akalar, ichida hamma sharoiti bor-u, normalni yeydigan ovqat yo'q onasini emsin. Hamma yo'g'i fast food yoki gazirovka. Gazirovka juda ham zararli narsa akalar, suyaginglarni mort qilib tashlaydi. Hech kimga ichishga maslahat bermayman, lekin fantasi bularda bo'lak. Mayli suyaklarim mort bo'lsa ham roziman. Yana bitta normal narsasi bor, Subway akalar. Yaponiya, Koreyada, xullas qo'ltig'ini junini olmaydigan mamlakatlarda ham menimcha bu Subway bo'lsa kerak. Endi o'zbek akalarimiz biladi. Mikroto'lqinli pechga qo'yaman. Mana tarelkasi bor edi, tarelkasini olib tashlaganmiz, chunki trak yursa siltinib ovoz chiqaradi-da. Qanchaga qo'yaykin, 1 minutga qo'yaman, bo'pti. Ketdi. Bundan tashqari eksperimentga olgan narsam bor. Ashuni bir yeb ko'raman. Bu KitKatni endi ora-churada shokolad yeb turmasam bo'lmaydi, chunki shokoladdan boshqa menga hech kim mehr bera olmaydi. Eksperimentga olgan narsam bu mana nima? Rezinka. Rezinkani birgalikda yeymiz akalar. Endi birinchi emotsiya baribir haqiqiy bo'ladi. O'shani sizlarga ko'rsatib beray. Qatdan ochiladi endi bu. O, mana ochildi. Qani, bismillah deb yaxshi odam bo'ling. Bismillah dedi. O, bunga podpiska tashlash kerak. Axir bu bismillah dedi. O, akalar, men ketyapman mana piyoda, qaranglar. O, Xudoyim menga yordam beradi. Xudoyim, eshityapsizlarmi? Tak. Namyoq ketdi kimlargadir. Qani? Oh my god, it's so sweet.